Obzorimizda hammaga mashhur bo'lgan o'sha legenda Petushok deshadi ko'plar. Bu ekskavator pogrushik XMG kompaniyasining ekskavator pogrushiki. Oldi kovushi pogrushik vazifasini bajaradi va orqa kovushi ekskavator vazifasini bajaradi. Hozir buni sizlarga obzorda kichkina ishlatib ko'raman. Tashqi obzorni, hurmatli kuzatuvchilar, tashqi obzorni mana hozir chiroyli qilib ko'rsatib berdik. Sizlar texnikani pogrushka qanchalik ishlashi, oldi kovushlari, orqa ekskavator kovushlari ishlashini hammasini ko'rsatdik. Endi ichki salonni kichkina obzor qilib beraman. Juda ham oson ishlatish, hech qanaqa qiyin, sложный konstruksiyalari yo'q, marafetlari yo'q, osongina ishlatadigan texnika. Mabodo quyosh bo'lsa, quyoshni ham shunday yopib qo'ysanglar, maza qilib ishlaydigan konditsioner bor. Medlinashli qo'yib maza qilib ishlaydigan texnika. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol chiqishinglar mumkin. Obzorim sizlarga sog' bo'linglar, like bosinglar, podpiska qilinglar va mana tagida telefon bor. Ismim Farhodman, XMG ning O'zbekistondagi rasmiy vakili hisoblanadi. Sog' salomat bo'linglar.